Azizlarim, bu uy emas. Ha, saroy bu, saroy. Men turgan joy garaj. Uyimiz o'tmay nafasi kuydi qancha qanchasi sochimdan ko'p achig'im sen bo'lmasang boshqasi Azizlarim, mo uyga o'zinglar bir e'tibor beringlar. Mashalloh degan uy ekan azizlar. Sizlar ham albatta o'z fikringlarni qoldiringlar. Kommentariyada kim mashalloh deb yozib ketsa, eng kamida shunday uylar nasib qilsin. Video davom etamiz, oxirigacha ko'ramiz. O'zimni mehribonlarim, uy bo'lsa shunday bo'ladi-da, qaranglar. Rovna 6 sotik ekan, 10 xonadan iborat. Hammom, sanuzurlarimiz bu tomonda bo'lyapti, tashqarida bo'lyapti. Ya'ni azizlar, uylarni ichlariga bir baho berasizlar. Juda ham bir did bilan qilgan ekan akamiz. Uy olsangiz, mana shu uy olingda, shaharda zo'r joyida azizlar. Azizlar, bu birinchi qavatimiz bo'lyapti. Juda ham keng koridor emas, bu hol deb qo'ysa ham bo'laveradi. Bu yerda 1, 2, 3, 4 ta xonamiz bo'lyapti. Ikkinchi qavatlarni ham ko'ramiz. Polniy topli pol, parovoy отопление, умный котел. Azizlar, bu yerda juda ham yashashga sharoitini zo'r qilib qo'ygan ekan akamiz. Bu xonalarda ham topli pollar bor ekan, kelib o'zinglar ham ko'rasizlar. Mazza, issiqqina qaranglar. Abo'ylari yaxshi. Natijada patologlari bor. Bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Azizlar, akamiz bolajonlardan xabar olib turish uchun bu yerga eshik qo'ymagan ekan, ko'ryapsizlar. Bu ham chiroyli bir detskiy spalniya bo'lyapti. Hamma xonasida parovoy отоплениялар bor, qaranglar. Mashalloh. Bu bolajonlarda ota-onasining spalniya ekan. Bu yerdan to'g'ri yurib chiqsangiz, bu yerda yana bitta detskiy spalniyaga ko'zimiz tushadi. Ko'ryapsizlar, birinchi qavatda o'zi sizlar bilan 4 ta xonamiz bilan tanishib ketdik. Garderovkalarga e'tibor beringlar, o'ziga bir ham yarashib turgan azizlar. Ikkinchi qavatga ketdik mana sizlar bilan birgalashib. O'zim mehribonlarim, bu ikkinchi qavat bo'lyapti. Bu ham qaranglar, juda ham katta hol, yop-yorug' turibdi. Azizlar, polniy plastik aynalar ekan. Albatta buning tagida ham parovoy отоплениялari bor. Eshiklarimizga bir e'tibor beringlar. Rossiyskiy eshiklardan qo'ygan ekan. Bu uyni nima deb atashni ham bilmay qolyapman. Hamma yo'q o'ziga yarashib turgan mehmonxonamiz. Qudalar kelib, maza qilib o'tiradigan qaranglar. Mashina o'zida bir 4 ta xona ko'rsataman sizlarga. Qaranglar, men mehmonxonani, undan keyingisi yana mehmonxona qilib bo'lyapti. Mana qaranglar. Mashalloh. Undan keyingisi yana bitta mehmonxona. Bu ikkinchi qavatimizda polniy mehmonxonalardan iborat ekan. Azizlar, qaranglar. Hozirgi kunda mana zalida ekan, o'zi hozirgi kunda spalniya qilib qo'yibdi. Akamiz chiroyli qilib, qaranglar. Uy bo'lsa shunaqa bo'ladi-da azizlarim. Esimdan chiqib qopti, bu ikkinchi qavatda ham yangi kelin-kuyovlarga sharoit qilib qo'ygan ekan akamiz. Mana sanuzul, mana dushlari bilan. Mana yerda hammaga kerakli hojatxona. Mana 4 ta xonani ko'rdinglar, o'zinglar rostdan aytyapman, mashalloh deb yozinglar dedim. Azizlar, mana shu ikkinchi qavatda turib aytkim kelib ketdi sizlarga narxini. 150 ming kami bor. 150 ming kami bor, yana yaxshi kami bor. Bunaqa shumi yo'q, umniy katol ko'rmaganman. Hozir 2 qavatli polniy xonalarimizni mashinada isitib beryapti. Buni ham juda ham bir qimmat pulga qiladi, o'zinglar bilasizlar, akamiz did bilan qilib qo'yibdi. Prosta olasizlar, kelib yashab oladigan uy ekan. Do'stlar, bu uyda hamma o'ziga yarashib turibdi. Qaranglar, mo tevasi garaj bo'lyapti. Mashinani qo'yib qo'yib, akamiz mana lestnitsa zakaz qilib qo'ygan ekan. Yaqinda buni ham olib kelib qo'yib qo'yadi ekan. Sizlar kelgan uylarcha, ya'ni mana yerda qaranglar, hojatxonamiz, mana yerda mana sanuzullarimiz bor. Mana yerda hammaga kerakli hojatxonamiz. Qaranglar, garajda tagida bo'lyapti. Juda ham did bilan qilingan bu uy. Sizlar bilan 9 ta xonamizni ko'rib chiqdik. 10-xonamiz kuxnya bo'lyapti. Hozir uyda egalari bor ekan, bu kuxnyaga kirmay qo'yaverdik, ammo kuxnya ham 19 metr ekan. Azizlar, nomerlarni yozinglar. Shu chiroyli uyimizni 0551 bilan 007771 qaytaraman, 0551 bilan 007771 150 ming yana yaxshi kami bor. Bu chiroyli saroyimiz adreslari Qirg'iziston O'sh shahri. Asha hamma bilgan Onadir bo'lyapti. Kanalda tevasi 136 ning konechtisi ana o'na azizlar, o'zi ham o'tib ketyapti. Alitrimiz 136 ning konechtisi bo'lyapti. Mana asfalt ko'cha bo'lyapti azizlar. Ko'chamizning nomi 190, uyimiz prosta 36 azizlar. 190-ko'cha, 36-uy deb navigatorga yozsanglar olib kelaveradi. Shoshilinglar, bunaqa uy hadib ham uchrolmaydi.